Assalomu alaykum. Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan joriy yilda amalga oshirilishi mo'ljallanayotgan loyihalarga oid ma'lumotni taqdim etamiz. 2025-yil uchun markaz bir qator muhim loyiha va tadbirlarni rejalashtirgan. Ular orasida Imom Buxoriy qalamiga mansub Tarixul Kabir, ya'ni katta tarix asarining 5 jildini tarjima qilish va nashrga tayyorlash alohida o'rin tutadi. Shuningdek, buyuk muhaddis olimning katta Tarixul Kabir, ya'ni katta tarix asarining 5 jildini tarjima qilish va nashrga tayyorlash ham alohida o'rin tutadi. Shuningdek, tarjima va nashr ishlari borasida ayni paytda davom etayotgan ishlardan tashqari, buyuk muhaddis olimning Tarixul Afsat, ya'ni o'rta tarix va Adabul Mufrad, ya'ni odoblar xazinasi asarlari, Najmiddin Umar Nasafiyning Al-Qand kitob, to'liq nomi Kitobul Qand fi Tarixi Samarqand, ya'ni Samarqand tarixi haqida Qanddek kitob, Mahmud Zamaxshariyning Maqomot va Atvoquz Zahab, ya'ni Oltin shodalar asarlari, Ibrohim Saffor Buxoriyning Talxisul Adilla, ya'ni tavhid qoidalariga oid dalillar majmuasi kitobi tarjima qilinadi. Islom odobi hamda jaholatga qarshi ma'rifat turkumiga oid zamonaviy va dolzarb kitob hamda risolalar nashrga tayyorlanadi. Markaz fondidagi qo'lyozma asarlar katalogini yaratish, Sahihul Buxoriy asarining dunyo kutubxonalaridagi qo'lyozma nusxalarini to'plash va kataloglashtirishni davom ettirish kabi ishlarga ham joriy yil rejasida alohida o'rin ajratilgan. Germaniya, Fransiya, Turkiya, Misr kabi davlatlar kutubxonalarida saqlanayotgan noyob qo'lyozma asarlarning elektron nusxalarini olish va olib kelish hamda bular bo'yicha muloqot hamda muzokaralar olib borish rejalashtirilgan. Ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda ham bir qator ishlar amalga oshiriladi. Bular qatorida ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish, yoshlar orasida ma'naviy targ'ibot ishlarini kuchaytirish, Imom Buxoriy hamda boshqa allomalar merosini keng yoyish bo'yicha videoroliklar tayyorlash, davra suhbatlari hamda ma'ruzalar tashkil etish kabilar bor. Xalqaro aloqalar yo'nalishida AQShdagi sivilizatsiyalar almashuvi hamda hamkorlik fondi, Turkiyadagi Najmiddin Erbakan universiteti, Fotih Sulton Mehmet Vaqfi universiteti huzuridagi qo'lyozmalarni o'rganish va tadqiq etish markazi, Brunidagi Seri Begavan universiteti bilan aloqalarni rasmiylashtirish, o'zaro hamkorlik bo'yicha anglashuv memorandumlari imzolash ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, xorijiy nufuzli jurnallarda maqolalar chop etish va markaz nashrlarini xalqaro darajada targ'ib qilish ham rejalashtirilgan. Ayni kunlarda markazning 5 ilmiy xodimi tarix fanlari doktori, 13 nafari tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun izlanishlar olib boryapti. 4 kishi turli yo'nalishlar bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi ustida ishlayapti. Shu bilan birga 3 tadqiqotchi katta ilmiy xodim unvoniga tasdiqlanishi kutilyapti. Ilmiy tadqiqot ishlari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, xalqaro hamkorlik, qo'lyozma asarlarni saqlash va targ'ib qilish, shuningdek, jamiyat ma'naviy hayotini yanada yaxshilashga qaratilgan turli tadbirlar markazning joriy yildagi asosiy vazifalari sirasiga kiritilgan. Biz mazkur amaliy tadbirlar orqali o'z maqsad hamda vazifalarimizni yuqori saviyada bajarishni, milliy hamda islomiy merosimizda keng targ'ib qilishni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.